Assalomu alaykum azizlar. Yakshanba dam olish kuningiz maroqli va fayzli o'tsin. Endi boshqa nima ham deymiz. Hozir issiq bo'lsa, yaxshiroq, salqinroq bir suv, shamol, shaboda bor joylarga borib dam oling. Ana o'shanda dam olish kuningiz maroqli o'tadi. Matazlar, bugungi video zamonaviy bir rivoyat. Endi rivoyat o'zi bir eski, bir qadimgi narsa bo'ladi, lekin buni zamonaviysi ham bo'lar ekan. Endi shaxsan o'zim guvoh bo'lganman bu narsaga. Bir ikkita qo'shnini bilardim. Bittasi tarixchi, o'qituvchi, bittasi ochiq havoni direktori. Endi buni yaxshi tushunasiz. Mana shu bugun havo issiqmi, sovuqmi, bugun ko'chadan kim o'tdi, kim nima ish bilan shug'ullanadi, har xil odamlar to'g'risidagi mish-mishlar, hamma narsani biladigan odam, ochiq havoda turib shuni kuzatadigan odam ochiq havoning direktori bo'ladi. Xullas, lekin uni bir hayhotda hovlisi bor, anchagina yaxshigina. Hovlisiga bir tayinli narsa ham ekilmaydi, hech narsa qilmaydi. Bir kun o'sha tarixchi qo'shni debdi, menga qarang debdi. Mana shu sizni hovlingiz, taxminan mana shu sizni hovlingizni territoriyasidan juda katta karvon o'tgan bir paytlar. Bu hovlingiz endi qadimda bo'lganda, tarixchiman, tarixdan bilaman debdi. Mana shu qadimda o'tganda mana shu hovlingizni joyi botqoq bo'lgan. O'sha botqoqda tuya, otlar mana shu botib qolavergan. Endi o'sha tuya, otlar ular tilla yuklab ortib olib ketayotgan bo'lgan. Tilla tangalar. Endi ular botqoqqa cho'kib kirib ketgan, undan keyin yana yerlar almashgan, o'zgargan, lekin mana shu taxminan siz hovlingiz o'rnida. Buni lekin yaxshilab qidirish kerak. Ajab emas? Siz ham boy badavlat bo'lib ketsangiz. Desa, qarang, soddalikmi yoki ani pulga o'chmi, ani katta pulga o'ch bo'ladi-ku ko'pchilik. Shu palon joyda bir zo'r ish bor. Mana shunchadan pul beradi deb katta pulni gapirilsa, ko'p odamlar ishonadi. Ayniqsa mana shu ochiq havon direktorlari shu uyida 1 metr kvadrat joyi ag'darib ishlab, o'sha ishlov berib, bir narsalar ekmasa ekmaydi, lekin katta pulni eshitganda shijoat uyg'onib ketadi. Xuddi shunaqa bo'libdi-da. Yo'q edi, rostdanmi desa, ha, rost. Ajab emas. Bir tavakkal qilib, bir yaxshilab mana shu bir boshdan shu ko'lab chiqmaysizmi deb shu 1 metr chuqur qilib oldi. Ha? Nima deysiz? Desa bir payt, bo'ldi. Shu bugundan hozirdan boshlayman deb turib, lapatga ketmonlar qayoqlardan topib kelib, chuqur qilib tortib, ishlab, butun hovlini tiskilab chiqibdi. Kechki payt qo'shnisi bundoq aylanib kelsa, bu yerni ham ichi-chog'ini ag'darib tashlabsiz-ku. Ag'darib tashladim, lekin chiqmadi. Shoshmang, siz buni ag'darib tashlabsiz-ku, lekin bu turpoqni o'zi rangiga o'xshashroq oltin rang turpoqlagan turpog'ingiz. Shunga bu ko'rinmagan. Bunga mana qarang, shu qayerdandir bir kulmi, bir mana shunaqa yongan niqalarmi olib kelib ag'daring. Yer qop-qora bo'lib, shu nima bo'lib, keyin oltin bilasiz, yaltillaydi, yaltillab ko'rinadi. Yana bir marta ishlab chiqing, shunda chiqib qoladi o'zi. Bittasini topsangiz bo'ldi, qolgani shu o'zi atrofida bo'ladi, shu nima topib olasiz. Siz shunga ham baribir yana soddalik qilibmi yo o'sha boylikka o'chi bo'libmi, shu olib kelib qayerdandir nimalarni endi topganda kul yongan nimalar, mana shu ozuqalarni olib kelib tashlabdi-da. Yana boshqatdan xuddi shunaqa xabar keldi. O'zi ham yer bor-ku, mayin turpoq bo'ladi, ya'ni bo'lib ketibdi bor-ku. Jahli chiqmayapti-yu, podizgalarni oldida mumkin. Tuyalar chetdan o'tgan deydi, otlar botib ketgan, tilla tangalar to'la.
Sandoqlar bo'lgan deydi, hech nima chiqmadi-yu deb. Endi baribir o'sha haligilar chiqqan ekan, chirigan taxtalar, bir narsalar, o'sha ildizlar, nimadirlar chiqadi-yu yer kovlashingiz. Ana qo'shnisi kelibdi, ana qarang, ostatkalari chiqdi, shu tilla ham kelib qolsa kerak, chiqib qolsa kerak desa, "Ye, qo'ying, mani aldadingiz" deb. Keyin qo'shnisi endi aldadimmi, aldamadimmi, shu bitta taklif sizga. Keling, shu любой bir narsani olib kelib shu ekib tashlang, mana shu sep tashlang, просто tavakkal endi nima bo'lsa bo'ldi. Balki sizni uyingiz territoriyasidan o'tmagandir. Yana lekin taxmin bor edi. Desa, o'zi odam emas ekansiz deb olib kelib, mana jo'xori urug'larni sep tashatdi endi, tavakkalni sep tashatdi. Endi bir payt shunaqa jo'xorilar bo'lib ketibdi, endi qarangki, yer juda mayin bo'lib, oziqa bo'lib ketibdi-da. Mana shu jo'xorilarni poyasi mana shu bilagimdek keladi. Daraxtdek jo'xorilar bor. Ani nimalar deydi, nima deydi? Jo'xorini o'zini anaqasini mevasi turgan nimani sota deydimi? Shunday katta bo'lib ketibdi-da. Ani endi u hosilni eplolmasmishdi. U kelsa ham berib yuborar, sotar ekan, bu kelsa ham sotar ekan. Вообще boyib ketibdi rostdan. Keyin u kuzga yaqin qo'shnisiga aytibdi. Qo'shnim, mana yaxshi bo'ldi, sizni gapingizga kirib to'g'ri qilgan ekanman, tilla chiqmadi-yu, lekin mana jo'xori bo'ldi. Jo'xori ham tillani biri debdi. Sariqmi debdi, sariq. Ko'p sotdingizmi debdi. Yaxshi sotdim debdi. Bo'lmasa endi o'sha pullaga tilla olib qo'ysangiz ham bo'ladi. Shu topib olgandek gapda. Ana bu ot botib ketmagan, tuya botib ketmagan bo'lsa, sizni ketmoningiz, lapatkangiz yaxshi botib ketdi. Ana o'shaning uchun mana tillali bo'ldingiz endi. Desa, qo'shnisi o'ylanib qoldi. Bu nimadan darak bo'ladi? Tillani, oltinni, pulni uzoqdan emas, shu uydan, hovlisidan, yo yaqin atrofdan qidirib netganlar. Yaxshilab bir qidirib ko'rsinmi deyman-da. Ayniqsa ko'p hovlilarni ko'ramiz, ishlovsiz, qarovsiz yotadi-da. So'rasangiz, egasi Rossiyadami, qayerdadir pul qidirib yurgan bo'ladi. Bilmadim endi bu gaplarim qanchalik to'g'ri, qanchalik bu rivoyat sizga yoqdi, yoqmadi. Qolgani sizga havola. Kuningiz yaxshi o'tsin.